Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun biz şu prezidentimiz Shavkat Mirzo Sharofatida G'urumsaroq qishlog'i, Pop tuman, Namangan viloyat O'zbekistonning shu G'urumsaroq stadioniga mana to'pladik. Sabablari shu prezidentimizga kecha kunduzi rahmat deymiz, duo qilamiz. Sabablari 9 may Xudo xolasa qadrlash, xotira qadrlash kuni ekan. Shu uchun biz bugun G'urumsaroq stadioniga to'plab, maqsadimiz shu maraka 9 may xotira qadrlash kunini qonuniy yaxshi o'tish uchun maslahat qilishga stadionga to'pladik. Mana qaranglar, bu katta stadion. Maqsadimiz nima? Bu katta stadionga to'plab mana biz hammamiz. Şurada 9 may nima bo'lar ekan? Qadrlash kuni bo'lsa, xotirlar haqida yana juma kuni bo'lar ekan. Bu aziz kunda mana biz shu stadionga to'plash maqsadida mana bugun biz yig'ishtirdik, to'pladik, maqsad qilib endi nima qilamiz? Maslahat qilamizki, shu yaxshi kunni shu stadionga o'tkazish uchun. Dunyoda tinch bo'lsin, urush bo'lmasin. Ilov O'zbekiston dunyoning jannati bo'lsin deb niyat qilib to'pladik. Yana bu yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev aytdilarki, xalqqa shu 9 mayda shunday o'tkazingki, o'tganlari ruh avroy shod bo'lsin. Mana endi biz 9 mayda xotira qadrlash maqsadida mana biz xalq o'zi bu ron topshiriq bo'lmagan yuragidan chiqarib aytdiki, 9 may G'urumsaroq stadionida qadrlash kunini shunday o'tkaziladiki, o'tganlar ruh avroy shod bo'lsin. Shu uchun bu yerda biz birinchi do'stlik dasturxon ochamiz, ikkinchi qadrlash dasturxon ochamiz. Shu uchun marakanimiz o'tkazish maqsadida biz bugun yig'ishdik. Endi bir marakani o'tkazish uchun nima deydi? O'tkazamiz marakani tashkiliy guruh mana biz bugun bu tashkiliy guruhning raisi mana Afsat akam Safarov mana siz akajon rais bo'lasiz. Mana aytib Ratal akam mana nima bo'ladilar mana muhim bo'ladi. Eng asosiy Toshtemir Shokirjon akam mana siz birinchi muavinsiz shuni o'tkazish uchun. Mana Ahmadjonov Otajon akam mana bu bizning maqsadimiz nima? Shu juma kunida buni ko'ring, qanday xotira juma kunida kelyapti. Allohdan nima birinchi so'rashim, dunyo tinch bo'lsin. Hech qayerda urush bo'lmasin. O'zbek xalqi boshida osmonda bo'lsin. Ilohi shu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshida osmonda bo'lsin. O'zbekiston duo qilish uchun haqiqiy qahramon O'zbekiston xalq qahramoni bo'lsin. Duo qilamiz shu. Bu juma kunida. Shu uchun mana shu yerda bizni o'tgan prezidentimizdan nima uchun men minnatdorki, mana bu prezidentim sharofatimiz uchun Sharof Rashidovni mana qadrladilar. Yana necha odamlar mana ota-bobomiz mana qochib Afg'onistonga borgan, shularni hammasi Shavkat Mirziyoyev tufayli oqladilar. Oqlagan hukmlar chiqardi. Mana men prezidentim Shavkat Mirziyoyevga minnatdor, necha marta Pop tumanga kelib Ahmadjon Odilovni tilga olib aytdilar. Shu uchun bizning maqsadimiz shu Xudo xohlasa 9 mayda shu stadionga xotira kunni yaxshi o'tkazib, mana bizning guruhimiz, mana tashabbus guruhi hammamiz shuni o'tkazish uchun Allohdan nima so'raymiz? Shu marakamiz yaxshi bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Shu uchun mana akajonim siz hojibob bitta duo qilishim ma'qul. Amin. Allohim avvalambor Allohga hamd sanolarimiz. Shu yaratganingga shukr ekan. Mana shunday zamonda mana yangi O'zbekistonda yashayapmiz. Biz nuronilar ham, yoshlar ham maqsadimiz bitta. Mana shu prezidentimizni olib borayotgan siyosatini to'g'ri tushunib, nima deydi? Shu xotira kuniga atalgan kunda hammamiz shu o'tganlarni ruhini eslash uchun, yod etish uchun mana shu yig'ilish niyat qilib turibmiz. Niyatimizga yetaylik, sog' salomat bo'laylik. Buning uchun mana shu sizga o'xshagan mana shu odamlar bosh bo'lib, mana ishlar tashkil qilinyapti.
Mana farzandlarim shu yerda qatnashyapti. Hamjonagan farzandlari shularni eslash uchun hammamizga nasib eylesin. Amin. Alloh. Ana oxirida men nima aytaman? Bir Allohdan so'ramiz, rahmat prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga shu ma'rakani o'tkazishga mana qosh-bosh bo'lyaptilar. Ikkinchi viloyat hokimi Shavkatjon mana Abdurazzoqov. Mana bu tuman hokimi oti nima? Ana shularga ham rahmat. Ko'ryapsiz mana bizning davlatimiz prezident boshchiligida ijroxona majlis shu yaxshi ma'rakalar o'tkazishlarga qosh bo'lib yordam beramiz. Shularni ham haqqa duo qilamiz. Duomiz nima? Xudovandi Karim shu tuman hokimi shu bizning rayonimiz qahramon bo'lsinlar. Iloh Shavkat Abdurazzoqov qahramon o'zimiz haqida. Iloh prezidentimiz ham xalq qahramon bo'lsin. Shularni tabriklashtira boradi. Alloh.